Bu yaramas telefonni ishlash niyati yo'q. Yaxshisi uni sindirishim kerak. Stop. Bu qanaqa xat? Qanaqa xat bu? Telefondan tushib ketdim bu xat, tushunmadim. Mana u yaramas eski telefon ishlamayapti. Buni men toshga otsam ham qaranglar sinmagan. Axir bu Nokia qayerdan sinadi? Bu qanaydir xat tushdi ichidan. Buni qayig'iga sig'gan. O'zi bir kichkinagina telefoncha bo'lsa buni qaranglar, qaranglar mana. Lekin buni ichiga sig'gan. Aytgancha barchaga assalomu alaykum, sizlar bilan Jo'xa va kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Mana esa mana bu xatni ochib ko'raychi. Telefonni ustaga olib bor. Kim yozdi buni? Qayerdan bildim men buni ishlata olmayotganimni? Ya'ni demak buzuq telefon bo'lgan, buni egasi ichiga yozgan telefonni olib bor deb. Men yozib qo'yaman. Mayli, olib boraman deb, mayli deb yozib qo'yaman. Tamom. Bo'ldi, o'qiydimi, o'qimaymi bilmayman, o'zi bilan mana. Qayerdan o'qiydi? Egasi bu yerdan ola olmaydi-ku. Bo'pti, qarochi buni pochtadan olib borib jo'natib yuboraman hozir. Pochta qayerda edi? Hamma yerda pochta yetkazadigan brat bor. O'sha bratga beraman, yetkazib qo'yadi. Hozir assalomu alaykum brat. Va alaykum assalom. Jo'xa, nima gap? Bitta pochta bor edi, ya'ni xat egasi yetkazish kerak. Bo'pti, ber chiqani. Mana shu xatni yetkazish kerak. Bo'pti, 2 izimrud bo'ladi. Izimrud menda yo'q edi-ku. Unda qarzga yozib qo'yaman. Mayli, shunaqa qiling yoki kartadan o'tkazib bersam bo'ladimi? Kartadan izimrud o'tkazib bo'lmaydi-ku, tentak. Pul o'tkazib beraman unda. Mayli, unda tak $24 jo'natar ekansan. Mana jo'natdim brat. Bo'pti, jo'natib yubordim. Mayli, rahmat addushi, eshigingiz namcha g'alati. Yaxshi, egasiga jo'natib yubordim. Endi usta topish kerak. Qayerda usta bor ekan? To'xtanglar, ana bratdan so'rang, ana brat bilsa kerak. Brat, bilmaysizmi? Telefonni qayerda tuzatsam bo'ladi? Bilmadim, qayerdadir ustaxona bo'lsa kerak, qishloqning narigi burchagida. Rahmat, lekin to'xtang, qaysi burchagida? 3 burchagida. 4 burchagida yo'qmi? Yo'q, 3 burchagida bor faqat. Mayli, rahmat. Endi qayerdan topaman 3 burchagida? Qishlog'imizda shunaqa grafik emas, qanaqa geometrik shakllar bormikin, bilmadim. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Sen uyingda eshiging yo'qmi? Nimaga unaqa deyapsiz? Eshikni yopib kelsak bo'lmaydimi? Janob, sovuq emas-ku. Issiqda, issiq kiradi. Men konditsioner ishlatyapman. Qani konditsioneringiz? Qani konditsionerim rostlanib? Ko'rinmayapti konditsioner. Obbo, kimdir o'g'irlab ketib shekilli. Mayli, nimaga kelding? Qishloqda qayerdadir 3 burchakda telefon ustaxonasi bor ekan. Ana u sotuvchi, ya'ni pochtalyon bratdan aytdi. Shunaqa bo'lsa kerak, nima qilasan uni? Bitta telefon topib olgandim, o'shani sozlatmoqchi edim. Qanaqa telefon berchi? Mana oling. Bu Nokia'mi? Bu meni bobomni bobosini bobolarini onalaridan ham qolib ketganda bu. Bu siz telefoningizmi? Yo'q, shunaqa endi u telefonim. Tushunarli. Hozir bu telefonni men sozlatmoqchiman. Nima qilasan? Zamonaviy telefonlar bor-ku. Nima, buni qanaqadir foydasi bor ekanmi yoki qanaqadir qimmatbaho telefon ekanmi? Yo'q, prosta ishlatim kelyapti shunaqa telefonni. Unda o'zing bilasan. Bo'pti, unda ana aytgancha ustaxonani aytmadingiz? Ustaxonami? Qishloqning kirish qismidagi kuznica bor-ku, bitta jetel doim tikka turadi. O'shani uyning yonida. Bo'pti. U doim tikka turadigan jetel qaysi edi? Kuznica dedi. Mana bitta kuznica bor. Menimcha mana shu kuznica bo'lsa kerak. Bu bo'lmasa qayerda yana kuznica bor? Bu yerda hech qanaqa jetel tikka turmagan. Bu yerda ham bitta kuznica bor. To'xtanglar, bu yerda qanaydir narsa qolib ketdi, tamayli. Bu yerda esa yo'q, bu yerda jetel yo'q. Yana qayerda kuznica? Mana bu yerda bor. Bu yerda bitta jetel tikka turibdi. Ko'ryapsanmi? Menimcha mana shu bo'lsa kerak. Voy jetel, sen doim tikka turasanmi? Nima deganing bu? Doim o'rningda tikka turasanmi? Ertalab tikka turaman. Yo'q, ertalab emas, вообще umuman butun umr tikka turasanmi? Yo'q, adashtiryapsan. U narigi tomondan, o'ng tomondan u jetel. O'ng tomondan, bo'pti. Mendan o'ng tomonda emas, undan o'ng tomonda bo'lsa kerak. Mana bu yerda bitta kuznica bor ekan. Mana o'sha doim tikka turadigan jetel. Qalaysan jetel? Assalomu alaykum. Sen charchamaysanmi doim tikka turib? Yo'q, men yopishib qolganman shu yerga. Yotishda iloji yo'q senda. Yo'q, iloji bo'lganda yotardim mazza qilib. Bo'pti. Ustaxona qayerda? Telefon ustaxona? Orqadagi chap tomondagi uycha. Mayli, bo'pti. Mana shu bo'lsa kerak. Shu kichkinagina uycha ustaxonami? Assalomu alaykum bratan. Va alaykum assalom. Xush kelibsan yigitcha. Rahmat, xushvaqt bo'ling. Siz quruvchimisiz, ustamisiz? Men buzuvchiman. Nimani buzasiz? Любой narsa, xohlasangiz seni basharangni ham buzib qo'yaman. Brat, kechirasiz, qizishmaylik, xo'pmi? Xo'p. O'zi kun issiq-a. Shu kun qizib ketdi. Yana siz qizishyapsiz. Siz bu ustaxonangizni bir tartibga solsangiz, bu yerlar pol yer bo'lib yotibdi-ku. Nima qilay endi? Bor shu-da. Mayli. Qarochi bratan, bitta telefon bor. Mana telefon ko'ryapsizmi?
Qani ko'rsat. Jetel chiqib qol, sen navbating keyin. Oldinroq qilaylik, johil iltimos navbatingni ber. Yo, senga navbat berganda qalamsin sen. Chiq eshikka, to'xta, eshikni ochaman birinchi senga. Eshikni ochib turib chiq dedim men senga. Chiq yo'qol, navbatimni bermayman, o'zimni o'z zo'rg'a olganman bu navbat. Chiq, namuncha o'ldirib yuboraymi seni bu yerda? O'ldirib yuboraymi, chiq deyapman. Tushunyapsanmi gapga? Yo, tushunmayapman. Sen hali gapga tushunmayotgan bo'lib qoldingmi? To'xta, hozir seni boshqacha stilda chiqazib yuboraman. Chiq dedim bu yerdan, chiq. Nima qilibdi bitta navbatni bersang? Bermayman, sur. Nima deyotganim birat, ha, mana telefonni ko'rib bering, Nokia. Nokia oddiy telefon ko'rib berish problema lekin menga. Siz boshqacha gapirayotgandingiz-ku hozir? Men gapiryapman. Iltimos beri kirgaz. Sen kirmaysan, birat, nima deyotganim? Telefon haqida gapirayotganding. Ha, mana shu Nokiani tuzatib bering, biratdan. Bo'pti. Qancha berasan tuzatib bersam? Pulim yo'qda lekin. Unda nima bilan to'lashing mumkin? Xohlasangiz mana bu ustaxonangizni to'g'rilab beraman, pullarini to'g'rilab, biroz kattaroq qilib beraman. Bo'pti. Unda men sozlab qo'yaman. Sen esa borib bu yerni to'g'rila, ya'ni kep. Bo'pti, hozir bor narsa olib kelaman unda uyimdan. Juda ham yaxshi bo'ldi, tekinga bitadigan bo'ldi ishim. Rostdan ham bratanni do'kon rasvo holat kiyib o'tibdi. Janob mer konditsionerni topdim ekan, mana shu yerda turadi adashmasam. Bilmayman, qayergadir yo'qolib qolgan shekilli. Hozir mana uyim esinglarda yana o't o'sib ketyapti. Namuncha bu o't o'lanlar, mana bu yerda yana o'syapti. Bu yerda qanaqadir urug'i bormi, o'sib ketadigan yoki qanaqadir nima deylardi, o'sib chiqadigan narsa, xullas o'shanaqa bormi bilmayman. Короче, hozir men bu yerdan nima kerak bo'ladi? Belkurak bo'ladi. Kerak bo'ladi, конечно. Keyin tabor kerak bo'ladi. Taxta va tosh kerak bo'ladi. Keyin oyna ham olib borayman, mayli, oyna ham qo'yib beraman bratanni ustaxonasiga. Takoy kattagina ustaxona qilaman, uje rivojlanib ketadi. Butun dunyoda uni ustaxonasida ustaxona bo'lmaydi. Nimaga unday bo'ladi bilasizlarmi? Chunki uni men qurib bergan bo'laman. Men qurdim degan dahshat degani emas, lekin rostdan ham. Mayli, hozir ko'rasizlar. Bu tomonga chiqmaymiz, chunki bu tomonda yo'l bor. Men bu tomonga chiqazib quraman hozir. Tak, bratan, men bu tomonga chiqazib quraman, bo'laveradimi? Bo'laveradi, bemalol. Cho'tki qilib bersang bo'lgani. Aha, bo'ldi, qarang. Lekin yana bir ikki kamchiliklarni o'zgartirib yuboraman. Qanday kamchiliklarni? Mana bu atrofidagi narsalarni olib tashlayman, taxtalarni, ya'ni tepadagi mana bu daraxtlarni olib tashlayman. Mayli, olib tasha. Telefoningni ol, sozlab qo'ydim. So'z bo'ldimi darrov? Ichidan bitta narsa chiqdi. Qanaqa narsa? Xarita. Qanaqa xarita? Hozir bera olmayman. Avval ishni bitkaz, keyin beraman xaritani. Aha, mayli unda. Kakras o'zi ish bitmaguncha siz ham hech narsani bermaydiganga o'xshayapsiz-da. Shunaqa. Hamma ham meni o'rnimda shunaqa qiladi. Ish bitmasa, hech narsa ola olmaysan. Bo'pti janob, aytganingizni qilaman. Axir biz kelishgandik boshida. Ya'ni men sizga ishxonangizni tuzatib berishim kerak edi. Evaziga siz buni qilib berdingiz, ya'ni telefonni tuzatib berdingiz. Sizga bu uchun esa kattakon rahmat. Hozir takoy qilib beraman ustaxonangizni, keyin siz ham menga rahmat aytasizmi bilmayman. Aytaman, tezlashtir faqat. Bo'ladimi kattaligi? Cho'tki, sen qayerdan quruvchilikni o'rgangansan? Men bilmadim, qayerdan o'rganganim esimda yo'q. Nahotki esingda bo'lmasa? Endi esimdan chiqib ketganda, brat, ko'chada ko'p yuraman. Ko'chada yurish bilan esdan chiqishning nima aloqasi bor? Ko'chada ko'p yuraman, ko'p narsani ko'raman, o'shanda esimdan chiqib ketadi. Tushunarli. Bu yerga qo'ymaslik kerak ekan. Sen professionalga o'xshayapsan lekin. Yo'q, kechirasiz, janob, unaqangi professional emasman. Lekin rostdan ham professionalga o'xshab ketyapsan. Yo'q, unaqa maqtab yormang. Buncha jajalading, jajalama, nimaga jalayapsan? Jalayapsan deysizmi? So'kinmang, brat. Bu so'kinish emas-ku, tentak. Tentak deganichi? U so'kinish bo'lishi mumkin, atak. So'kinish emas, to'g'rimi? Xo'sh, hozir ko'p gapirmasdan shuni tezroq sizga qilib bersam, tezroq ketardim, brat. Shunaqa qil, davay, tezlashtir. Xo'p, men oyna ham olib kelgandim men qo'yib berishga. Rostdanmi? O'ynang bormi seni? Mana ko'ryapsizmi? Takoy, ustini yop endi. Ustini qanday yopsam ekan? Tosh bilan yopaymi yo taxta bilanmi? Taxta bilan yop, tosh sovuq qiladi. O'zi sovuq ekan, u nima edi? Короче, ustaxonangizni-chi. Endi konditsioner qo'ygandim-ku, lekin tushunmadim, konditsionerim ko'rinmayapti. Sizga ham konditsioneringiz yo'qmi? Yo'qolib qolgan shekilli. Mana sizga yorug'lik va mana sizga yorug'lik. Bo'ldi, rahmat. Bratam, endi xaritani berasizmi menga? Beraman, faqat xarita telefonni galereyasida ekan. Uni o'zim telefonga o'tkazib olgandim. Hozir telegramingga tashiyman. Mayli, tashlab yuboring telegramga. Nomeringni aytasanmi?
Nomerim 3 kechirasiz 3 0 sasimay o'l. Izvasta qilyapsanmi? Yo'q, Telegramga shunday qidirsangiz chiqadi. Bo'ldi. Tak, topdim, tashlavordim, bo'ldi. Aha, rahmat. Tak, kelib tushdi bratan. Bo'pti, kep tur. Rahmat, xizmatingga rozi bo'l. Aha, siz ham xizmatingizga rozi bo'ling. To'xtang, sizga bitta bonusga narsa qilib berib ketmoqchiman. Qanaqa narsa? Bu yerda narsalarni solib qo'yish uchun sandiq yo'q ekan. Sandiq yasab beraman. Zo'r bo'lardi. Malades. Rahmat deyman. Yasa Avval rahmat desangizchi. avval aytsam keyin bo'lmaydi. O'shaning uchun avval yasa ber. Aha, mana aka. Bo'ladimi? Rahmat kattakon. Aha, arzimaydi. Sog' bo'ling janob, men ketdim. Bo'pti. Mana takoy bu yerda daraxt qolib ketibdi bitta. Bo'yim yetmayapti. Oppa, ko'ryapsizlarmi? Bo'yim yetdi nihoyat. Bu tomonda yo'qmi? Narigi tomonlarni ham ko'rish kerak, qolib ketmagan bo'lsin. Takoy mana bu yerda bitta taxta qolib ketdi. Bo'ldi, normalli. Qanaydir xarita bor ekan dedi. Hozir xaritani ochib ko'raman. Xarita qayoqqa borar ekan? Mayli, hozir voy Jetel, sen hali ham chiqmadingmi? Yo'q, o'sha yerga borganingdan beri hali ham chiqa olmadim. To'xta, sen chiqazib boraman mayli. To'xtab turasiz, yordam beraman, qara. Birinchi yordam, tez tibbiy yordam. Chiq. Ikkinchi marta meni asabimga tegma, xo'pmi? Xo'p, nimaga yetardik o'zi? Asabimga tekkan uchun itaraman, asabimga tegma deyapman. Bor, nariyoqda turman bu yerda. Yopib qo'ying, yana bitta ikkitasi tushib ketmasin. Obbo, qo'limga ari qo'nsin, xo'pmi? Ari qo'nish ham gap chaqib ketsin. Asabimga tegma, hozir yana suvga tushirib yuboraman seni. Tushira olmaysan. Aniqmi? Yo'q, tushunar ekansan. Shunaqa bo'lsin. Hopma, bu yerda majlis bo'lyapti. Namuncha jitellar ko'payib chiqib ketdi-yu meni kiyganimni ko'rib. Bo'pti. Tak, jitellar rostdan ham bu qishloqda ko'p ekan nimagadir. Janob merni oldiga kirmoqchi edim aytgancha. Janob mer, bitta savol bor edi sizga. Nima savol? Ana nima edi? Konditsioneringizni oxirgi marta qayerda ko'rgandingiz? Oxirgi marta uyimda ko'rgandim. Nima qilayotgandi? Konditsioner nima qilishi mumkin? Nima qiladi? Nima qilishi mumkin? Sovutadi, конечно, tentak. Ana u telefon tuzatadigan odam bor, o'shani ham konditsioneri yo'qolibdi. Yo'q, nimaga yo'qoladi? Qayerga yo'qolibdi? Bilmayman qayerga yo'qolganini. Demak, konditsioner ommaviy ravishda qochib ketibdi. Qayoqqa qochadi? Ular oyog'i yo'q. Uchib ketgandir, balki qanot chiqardim. Bilmayman, top, короче, o'sha senga buyruq endi, senga ish mana shu, konditsionerlar topasan. Bo'pti, vahima qilmang, lekin topib beraman mayli. Qayerdan topaman? Jitel, seni konditsionering yo'qolmadimi? Yo'q, meni ventilyatorım yo'qoldi. Ventilyatorning yo'qolgan bo'lsa, yangisidan ol. Nimaga so'rading unda? Prosta konditsioner so'radim. Sen ventilyatorda aytding. Tak, hozir boramanda o'sha konditsioner topishdan oldin men mana bu xaritadagi joyga borishga qiziqyapman. Chunki qanaqadir xazina bo'lishi mumkin. Esinglardami? Telefonni topgandim bitta joydan borib. Undan oldin televizor topgandim. Demak, bular bir-biriga umuman olganda chambarchas bog'langan. Ya'ni televizor, telefon, uchinchisi nima bo'lar ekan? Mayli, nima bo'lsa bo'lsin. Men esa o'tirib picha televizor ko'ray. Aytgancha ishlamaydi-ku.